yetishtirib, bitta mahsulot olganingizcha yordam qilib turadi. Через telefon orqali ham ili bir kelib ketishi ham. Bu ham yaxshi ideya-da. Siz teplitsa qilganingizdan keyin bemalol qish payti korzinkalarga bemalol nima topshirsangiz bo'ladi. Hozir bizda yosh yigitlar korzinkalarni qo'lni ta'minlaydi. Bu ham bitta iqtisodiy jihatdan oilaga byudjetga yordam beradi. Muammo yo'q. Bemalol erkin shu narsalarni so'rab aytib yuraman. Bizada biriktirilgan mahalla agentimiz, mahalla bankimiz bu bemalol bular orqali bizga ishlaydigan bo'ladi. Yordam qilib beraman bu narsaga. Kredit masalalari bo'lsa ham muammo yo'q. Faqat normal biznes, normal ideya bo'lsa bo'ladi. Berish bor, qaytish bor deydi iqtisodda. Har doim. Ya'ni расход prihod ruschasini aytsak, qilmiz расход, ya'ni ishlar, sarflarimiz kirimini ham qilish kerak. Kirim bo'lmasa biznes bo'lmaydi hech qachon. Bemalol chiqib ayting, o'sha mahalladan siz nima yordam qilamiz. Ya'ni kimga mana shu kredit bo'yicha yordam kerak? Boshqa bir mahalla bo'yicha. O'zi mahalla xodimlaringiz yaxshi ishlayapti, uylarga kirib chiqib mahalla gapiryapmiz. Bo'ldi, mana shunaqa kimgadir boshqa yo'nalish bo'yicha ham yordam bo'ladi. Chorvachilik bo'lsa, naslli qo'y yetishtirish bo'yicha ham yordam qilish mumkin. Undan ham yaxshi bo'ladi. Kilogramm 120 kilogramgacha bo'ladigan qo'ylar chorva bo'yicha.